Assalomu alaykum. Barchamizga xayrli va manfaatli bo'lsin. Men Sarvinoz Shavkatjon qizi Dangasa onalar kanalida faoliyat yuritaman. Bugun sizlarga onalar o'qishi kerak bo'ladigan kitoblarni ketma-ketlik tartibida aytib o'tmoqchiman. Ya'ni qaysi kitobdan boshlay, qaysi kitob foydali, qaysi kitobdan nima olaman? Mana shu savollarga yechim berishga harakat qilaman. Eng birinchi navbatda har bir ona o'qishi kerak bo'ladigan kitob Xadicha Kubro Tongarning Baqirmaydigan onalar. Buni juda ko'pchilik tavsiya qilgan, lekin men bitta sirini aytaman. Bu kitob sizga nima qilish kerakligini o'rgatmaydi. Ya'ni bu kitob boshdan oxirigacha biz onalarning qilayotgan xatolarimiz haqida yoritilgan. Ya'ni urish, baqirish, so'kish, hissiy tomonlama unga bosim berish, manipulyatsiya qilish hamma xatolarimizni nima sababdan biz xato qilyapmiz, qaysi so'zimiz qanday bolamizga ta'sir qiladi va natijada bolamizda qanday jarayonlar kechadi. Mana shularni batafsil yoritib bergan kitob. Bu kitob o'qiganingizdan keyin men 90% aminmanki, siz juda ham katta bir tushkunlik kemasiga tushib qolasiz. Nima qilsangiz ham xato va u xatoni qay darajada zararliligini bilsangiz ham o'zingizni o'sha yerdan to'xtata olmaysiz. Siz avvalida bir karra tushkunlikda bo'lgan bo'lsangiz, ya'ni urayotganingizdan siqilayotgan bo'lsangiz, endi urish qanchalar xatoligini o'rganib turib ham urayotganingiz sizni 2 karra bir tushkunlikka olib tushadigan holat. Bu kitobni chuqur depressiya desak ham bo'ladi. Ya'ni bu kitob o'qiganingizdan keyin siz yana ham chuqurroq tushkunlikka tushib qolasiz. Unda o'qimay qo'ya qolaydirsiz. Yo'q, albatta o'qing. Agar inson muammoni qay darajada chuqurligini bilsa, ana o'shandagina chiqishga harakat qiladi. Aytaylik, siz bir chuqurdasiz. U chuqurdan chiqishga harakat qildingiz, lekin chiqa olmayapsiz. Va endi o'sha chuqur ichida bir necha soatdan keyin ilon sekin dumlarini ko'rsatishni boshladi va u sizni chaqib o'ldirishi mumkin. Va endi siz haligi ilon chiqqunicha poylab turmaysiz, bir soatda chiqib olar ekan u ilon. Yerda taydan sekin kovlab kelyapti, sezildi yoki sizga qanaqadir xabar berildi. Buni bildingiz. Va endi yana ham kuchliroq kerak bo'lsa qo'llaringiz bilan o'sha chuqurdan zina qilib bo'lsa ham chiqasiz. Ya'ni muammo qanaqangi chuqur ekanligini bilsangiz, qanaqa ham chuqur og'riqda qolsangizgina siz olg'a bora olasiz. Shuning uchun eng birinchi o'qiladigan kitob bu Baqirmaydigan onalar kitobi. Undan keyin esa tavsiya qiladiganim xuddi mana shu muallifning Xadicha Kubro Tongarning Baqirmaydigan bolalar kitobi. Bu kitobni o'qiganingizdan keyin, masalan, birinchi Baqirmaydigan onalarda ona o'zining bolasiga nima berayotganini biladi. Ya'ni nimalarga olib boryapti bolasi mana shu so'kish, baqirish orqali, tanbehlar orqali munosabatlarni buzayotganini o'rgansa, baqirmaydigan bolalarda bolasi nimani his qilayotganini o'rganadi. Ya'ni bola dunyosiga kirib boradigan ikkinchi bir kitob. Bu kitobni o'qiganingizdan keyin bolangizni his qilishni boshlaysiz. Sizda empatiya shakllanadi. Ya'ni bolam bu jarayonda, ya'ni siz birinchi kitobda xatoingizni angladingiz, xatoni qilishga o'zingizda kuch topol, ya'ni davom etishga ketyapsiz, u to'xtatishga kuch topolmayapsiz. Endi sizda ikkinchi qadam bo'lib, Baqirmaydigan bolalarni o'qiganingizdan keyin siz bolangizni tushunishni boshlaysiz. Tushunilgan bola sekin asta siz ham tushunyapsiz uni vaziyatini. Sekin asta siz ham endi chiqa boshlaysiz. O'sha yerdan zina bo'lib chiqishni boshlaysiz. Undan keyin sizga Anna Bekovani Dangasa onaning katta kitobini tavsiya qilaman. Ya'ni 3-kitob. Bu kitobda ona aslida nimalar qilib berishi, qanday bo'lish kerakligi. Dangasa ona deganda uni tub mohiyati qanaqangiki, biz onalar bolamiz o'rniga tezroq kiyintirib qo'ysak, tezroq uni o'sha ishlarini qilib qo'ya qolsak, tezroq yedirib qo'ya qolsak, tezroq o'qitib qo'ya qolsak. Masalan, kitob o'qishda ham bolalarimizdan ko'ra vazifasini o'zimiz bajarib qo'yishga epchillashib qolamiz. Ya'ni tezroq qilsak, tezroq qutulsak mana shu jarayonda. Biz tezmiz, lekin bolalarimiz tez bo'lisha olmaydi. Bular tabiatan sekin, sokin yoshdagi davrda hisoblanadi. Shuning uchun ham bu kitob bolaga qanday munosabat qilishni, ya'ni siz ikkita kitobda qanaqa ona bo'lmaslik kerakligini o'rgangan bo'lsangiz, endi Anna Bekovani bu kitobida siz qanday ona bo'lish kerakligini sekin asta o'rganib borasiz. Va 4-kitob sifatida sizga mahramiyat, ya'ni Adem Gunishning Mahramiyat tarbiyasi kitobini tavsiya qilaman. Bu kitob farzandingizni tanasiga egalik, bu jamiyatimizda eng kerakli hissiyot. Ya'ni bu
bolam hammaga narsasini oldirib qo'yaveradi, bo'sh bo'lib qolgan deymiz. Buni sababi biz o'sha urganmiz, bosim berganmiz. Buni ta'sirida kuchliroq odamga kuchsizman degan o'zini zaiflik energiyasida qolgan bo'ladi va boshqalar bilan o'zini haqqini talab qilishga u shakllanmagan. U berish kerak degan narsani o'rganib qolgan. Ya'ni kuchliroqqa berishim kerak. U meni urishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, qo'rqib qolgan. Endi bu narsani yengib o'tish uchun bizga mana shu mahremiyat tarbiyasi aytishingiz mumkin. Voy, 1 yosh bolaga nimaga kerak? Albatta 1 yosh bolaga ham kerak. Mahremiyat tarbiyasi kitobini o'qiganingizdan keyin bola o'zining tanasiga egalikka qo'shib, ya'ni o'zining tanasiga egalik qilishga qo'shib, buyumlariga ham egalik qilishni shakllantiradi. Sizning ham munosabatingiz o'zgaradi bu narsaga nisbatan. Endi sizga keyingi kitobimiz Xadicha Kubro Tonyarning Ahil va inoq farzandlar tarbiyalash san'ati. Bu kitobni ikkinchi farzandni rejalashtirayotgan paytingizdan boshlab, ya'ni hali homilador bo'lmagansiz, lekin niyat qilyapsiz. Mana shu bir necha oy ichida yoki mana shu yarim yil ichida farzandli bo'lmoqchiman, ya'ni homilador bo'lmoqchiman, tayyorgarlik boshlab qo'ygansiz, niyat qilib, Allohdan so'rab, mana shu paytdan boshlab o'qishingizni tavsiya qilaman. Chunki birinchi farzand, ikkinchi farzand tug'ilguniga qadar tayyor bo'lishi kerak bo'ladigan davrlar, jarayonlar, yo'llar bor. Bu yo'l juda ham uzun. Siz chaqaloq tug'ilgandan keyin, ikkinchi farzand tug'ilgandan keyin ishlay olmaysiz bola bilan. Chunki siz o'zi 3 oylik tug'ruq depressiyadasiz, ya'ni tuqqaningizdan keyin mana bitta bola tug'ganingizda u hisni his qilgansiz, ya'ni qanaqa hayotingiz tubdan o'zgarib ketganini, uyqungiz, ovqatlanishingiz o'zgarib ketgan bo'lsa, endi ikkita bola bilan undan ham chuqurroq o'zgaradi. Ya'ni bitta tomoni 3 oylik depressiyada siz birinchi o'zingiz, undan keyin chaqaloq 3 oylik qorin og'riqlari, uyqu buzilishi, mana shu holatlar, qo'rquv hissiyotlari bo'lsa, endi yana bitta muammo bu katta farzandimiz ham 3 oylik depressiyaga tushadi va onani sinash davri bo'ladi. Mana shu 3 tomonlama depressiya ketadigan paytda ona agar ilmli bo'lmasa, juda ham qattiq qiynaladi va bu qiynalish natijasida katta farzand katta ko'rinadi, unga qo'yilgan talablar kuchli bo'ladi-da va bola endi onaning sevgisiga nisbatan ishonchsizlanadi. Va aka-ukalarning, opa-singillarning munosabati buzilishi mana shu o'tadigan 3 oyga bog'liq. Mana shu 3 oy yaxshi o'tolsa, ona sinovdan, ya'ni katta farzand sinovidan yaxshi o'tolsa, tug'ruqqa uni tayyorlagan bo'lsa, bu farzandlarning ahillik darajasi anchayin yuqori bo'ladi. Mana shunday ma'lumotlarni yana ilinishimni istaysizmi? Kommentariyalarda yozib qoling. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat hammaga.